Analizmni qanday qilganda tashlag'ili Mushu gap nihoyatda bak ko'p so'raldi. Endi bu analizmning ziyni to'g'risida men oldingi navbatlik zo'rligimni maqsad to'xtalib o'tgan. Endi mushu analizmni qanday qilsak tashlag'ili doktor, bu analizmning doğrusu varmı deb so'rayotganlar nihoyatda bak ko'p chiqqanda, men bugun mushu analizmni tashlash to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tay. Mush analizm bilan ko'p shug'ullangan yoki bo'lmasa analizmdan qutulish yoki bo'lmasa tashlash ideyasi va bolalar birinchidan o'zining ideyasini kontrol qilish o'rganadi. Analizmni tashlayotgan maxsus dori yo'q. Eng muhimi o'zininki irodasiga bog'liq ish. Shunga bu ideyasini kontrol qilish deganimiz nima degan chog'da, mushuni yolg'iz qolgan chog'da shunda buzuq xiyollarni, shahvoniy film, suratlarni amal ba ko'masga terishing. Kitap o'qinglar, yoki bo'lmasa shunda har xil hikoya, roman qatorliq bir narsani o'qisanglar bo'ladi. O'zinglarning ideyasini saqlash tutgan narsalar bilan o'zinglarningki mingangni texnik takomillashtirsanglar bo'ladi. Hargiz kallanglarda har xil shahvoniy xiyol surib yurmasin. Ikkinchidan, mushunda yomon odat bilan shug'ullanib qolgan odamlardan yiroq turinglar. Chunki nurg'unliqqa yosh bolalar mushunda o'pcha o'zininki analizm qutqanligini, analizmga bak ko'nab ketganligini shikoyat qildi. Bu amaliyotda mushunda o'pchi so'rinda asolan g'idiqlanishi paydo qilib, nurg'unliqqa analizmni qutulish orzusi bolalar va patqoqqa ham bak petib chiqyapti. Shunga yomon odati bor. Mushunda illat bilan ko'p shug'ullanayotgan bolalarni yiroq turishinglar kerak. Uchinchidan, planliq ish qilinglar. Cheniqishni qat'iy davomlashtiringlar. Bu planliq ish qiliq degan gap o'zingizning har qanday o'quvchi bo'lsanglar, kitob o'qishda, dars kitoblarni to'xtamay, bekor qolmay cho'qim dars kitoblarni yodlanglar. O'ttir yosh yoki bo'lmasa, yoshi cho'nglagan banda odamlar bo'lsanglar, o'zingizga oid kitob bo'lamdi, hikoya, roman bo'lamdi, buni ko'proq o'qib turinglar. Planliq ish qildi. Doim cheniqishni davomlashtirsaqmi, bu analizmdan oson qutulg'ili bo'ladi. Onundan bilak sizlar qattiq yolg'iz qolmanglar. Mushu yolg'iz qilish analizm qilishniki nihoyat yaxshi sharoit fursatni yaratib berdi. Shunga amal bor, oilada mushu yolg'iz qilib kallanglarda mushu xiyol gap bo'lsa, darhol o'ningda qo'pab lekanda sirtga chiqib, odamlar ko'p joylashgan bozorlarda yoki qishloqlarda harakat qilsanglar, bekorchi qilsanglar mayli, lekin yolg'iz qolmang. Yuqoriga o'xshash ahvollarga diqqat qilsanglar, meningcha analizmni tamoman qutula olasizlar. Endi ba'zanlar shu analizmning asoratidan, masalan, unutib o'tgan, uyqusiz o'tgan, ishi titildayotgan, to'la yuragi sab oson mag'rus hosilib ketayotganlar yerlik tibobat dorilardan davolanishga, muparri abrishim, Moşun xemir mervayet, xemir gavzuban ember qatarlıq dorilardan tanlab isma qilsanglar, ichki a'zolardagi yurak, menga qatarlıq a'zolarning texnik bak ig'ir zaxmlanib ketishining oldini tamoman olib bo'ladi.